Dodo ilovasi bo'limlari bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Mana shu ko'rib turgan joyimiz bu bosh sahifa hisoblanadi. Mana uychada turibdi. Bosh sahifada siz kategoriyalar bo'limini ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari bu yerda WeChat'dagi do'stlaringizni Pinduoduo'ni qaysi aksiyalarda ishtirok etyapti, qaysi mahsulotlarni xarid qilyapti, shu haqida ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari mana bu bo'limlar bor. Bu bo'limlar haqida alohida bundan keyingi darslikda batafsil ma'lumot beraman. Bu bo'lim esa 100 milliardlik subsidiya bo'limi hisoblanadi. Bu yerda ichiga kirganingizda siz hattoki mashhur brendlar Apple, Xiaomi kabi brendlarga Pinduoduo subsidiya ajratgan, ya'ni o'sha brendlarni tovarlarini siz arzon narxda xarid qilishingiz mumkin. Bu bo'limni afzalligi siz brend tovarlarni originalligi kafolatlangan bo'ladi. Bu yerdan qaytib chiqib ketamiz va pastda uychaning yonida mana shunday jonli efir televizorchani rasmi turibdi. Bu bo'limda jonli efirlar bo'ladi. Jonli efirlar va tovarni, mahsulotlarni reklamalari joylashtiriladi. Jonli efirda mahsulot olishning afzalligi siz mahsulotni yaqindan ko'ra olasiz. Uni kiyganda qanaqa turishi, materiali, shu kabi mahsulot haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'la olasiz. Bu bo'lim haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz. Endi o'rtadagi bo'lim. Bu bo'limni omborni bo'shatish sotuvi deb ham atashadi. Ya'ni bu yerda katta chegirmalar bo'ladi. Ustiga bosib kirsangiz bo'ladi. Xitoy ilovalarida ma'lum bir muddat kunlarida katta chegirmalar va aksiyalar kunlari bo'ladi. Ana shunday aksiyalar va chegirmadagi mahsulotlarni ham ana shu bo'limda kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, 8 yuanli mahsulotni hozirda deyarli 2 yuanga yetmaydigan bahoda sotilmoqda. Xuddi shunday qilib har bir mahsulot bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Yana bo'limlar ichida yana bo'limlar joylashgan, bularni tarjima qilib o'qib ko'rib tanishib chiqsangiz bo'ladi. Keyingi bo'limga o'tamiz. Xabarnomalar bo'limi. Mana SMS-chani ustiga bosyapman. Bu yerda siz Pinduoduo ilovasidan kelgan xabarlar bu yerda joylashadi. Bundan tashqari sotuvchilar bilan gaplashilgan muzokaralar, xabarlaringiz hammasi shu yerda joylashadi. Hozirda men hali hech qaysi sotuvchi bilan gaplashmaganligim sababli bu yerda xabar yo'q. Keyingisi shaxsiy kabinet bo'limi hisoblanadi. Mana shu shaxsiy kabinet bo'limiga o'tamiz. Bu yerda qaysi raqam orqali ilovadan ro'yxatdan o'tganimiz ko'rib turadi. Ustiga bosib, demak siz o'z fotosuratingizni joylashtirishingiz mumkin yoki mana bu yerda telefon raqamlarimiz, hammasi kerakli ma'lumotlar bu yerda turadi. Keyingisi tejamkorlik oylik kartasi hisoblanadi. Mana shu yerni bossangiz, siz karta olishingiz mumkin. Bu karta pulli bo'ladi. Lekin o'zini oqlaydi. Men ishlatib ko'rganman, foydalanib ko'rganman bu kartadan. Ya'ni tez-tez Pinduoduo ilovasidan xarid qiladiganlar uchun bu karta yaxshi. Bonuslar beradi. Xarid qilganingiz umumiy summasidan chegirmalar qilib ayirib tashlaydi. Keyingi bo'lim bu hammasini ko'rish tugmasi hisoblanadi. Ya'ni siz nima tovar buyurtma qilgan bo'lsangiz, har doim shu bo'limdan hamma buyurtmalaringizni ko'rib tursangiz bo'ladi. Mana bu bo'lim mening buyurtmalarim bo'limi hisoblanadi. Ya'ni buyurtmalarimizga tegishli hamma ma'lumotlar mana shu 5 ta ustunda bo'ladi. Birinchisi bu to'lov kutilmoqda bo'limi. Ya'ni siz biror bir tovarni adashib buyurtma qilish jarayonigacha bordingiz, buyurtma qildingiz, lekin kartangizda pul yetarli bo'lmadi. Ana shu holatda mahsulot bu oynaga o'tib qoladi va mana bu yerda soat paydo bo'ladi. 24 soat muddat ichida siz o'sha mahsulotga to'lov xarid qilsangiz, u keyingi oynaga o'tadi o'sha mahsulot. Agarda xarid qilmasangiz ham buni zarari yo'q. U o'zi 24 soat ichida o'z-o'zidan bu oynadan o'chib ketadi. Ya'ni bu oyna to'lov kutilmoqda oynasi hisoblanadi. Bu bo'lim ulashish oynasi, ya'ni siz ulashib mahsulotni ulashgan holda do'stlaringizga yanada bonuslar olishingiz mumkin. Bu bo'lim mahsulotga to'lov qilingan, lekin uni dastavkaga chiqarilishi kutilmoqda bo'limi hisoblanadi. Bu bo'lim esa mahsulot dastavkaga chiqarib yuborilgan, lekin hali siz qabul qilmagansiz, olmagan bo'limingiz hisoblanadi. Keyingi bo'lim bu odzivlar oynasi. Mahsulotni olganingizdan so'ng odziv bildirib, siz odziv bildirsangiz, sizga yana bonuslar beradi. Keyingi xarid qiladigan mahsulotlaringizga chegirmalar olishingiz mumkin. Keyingi bo'limga o'tamiz. Bu Duo hamyoni bo'limi hisoblanadi. Bu yerda sizni hamyoningizga tegishli, demak, balansingizda nechta pul bor, hamma ma'lumotlar shu yerda turadi. Hali menda demak balansimda pul yo'q. Duo hamyonim hozirda ichidagi pullari ham, kerakli ma'lumotlari ham ko'rinmaydi. Keyingi bo'lim bu kuponlar bo'limi. Bu bo'limda siz ma'lum bir xaridlar uchun kuponlar olishingiz va cheklangan vaqtdagi chegirmalarni qabul qilishingiz mumkin. Ichiga kirsangiz sizga kuponlar taqdim etilgan bo'ladi. Hozir kirib ko'ramiz. Lekin menda hali kupon yo'q. Ilovani yaqindagina yuklaganligim sababli sizda ilovani ishlatish mobaynida sizga kuponlar beradi. Har xil
sotuvchilar, har xil magazinlar ana shu bo'limda kuponlaringiz turadi va cheklangan vaqtda bo'ladi. O'sha vaqt ichida kuponni qabul qilib olib foydalansangiz bo'ladi. Keyingisi bu korzinka bo'limi ham deyiladi. Ya'ni tanlangan mahsulotlar bo'limi. Siz tanlab mana shu Pinduoduo korzinkachasiga solib qo'ysangiz, yurakchani bosganingizda mana shu savatchaga tushadi. Keyinchalik savatdan belgilagan holda xarid qilishingiz mumkin. Keyingi bo'lim bu obuna bo'lgan do'konlarimiz turadigan joy hisoblanadi. Keyingisi hamma ko'rgan mahsulotlar. Masalan, Pinduoduo'ning bosh sahifasida mahsulotlar chiqib turganida boya ko'rdingiz. Bitta mahsulotning ichiga kirdingiz, ko'rdingiz, chiqib ketdingiz. Ikkinchi mahsulotning ichiga kirdingiz, ko'rdingiz, chiqib ketdingiz. Keyinchalik o'sha mahsulot esingizga tushib qoldi va qidirib yurmasligingiz uchun Pinduoduo mijozlarga qulaylik qilish maqsadida mana shunday ko'rilgan mahsulotlar uchun alohida bo'lim yaratib qo'ygan. Keyingisi bu pul qaytarish va xariddan keyingi demak muammolar uchun ajratilgan bo'lim. Mana shu bo'limda qaytgan pullaringiz va u haqidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bepul sovg'alar berish bo'limi bu odatda yangi foydalanuvchilar uchun faqat ishlaydi. Keyingisi birinchi mahsulot uchun 50% chegirma. Keyingisi bu faqat Xitoy ichida amal qiladi. Poyezd uchun chiptalar beradigan bo'lim. Keyingisi bu adres kiritish manzili hisoblanadi. Ya'ni ombor manzilini shu yerdan turib kiritasiz. Hamma sozlamalar, ya'ni uni adresni o'zgartirish, yangi manzil kiritish yoki uni o'chirib yuborish, hamma sozlamalar shu yerda bo'ladi. Keyingisi rasmiy mijozlarga onlayn yordam ko'rsatish bo'limi hisoblanadi. Ya'ni mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazi. Nima savollaringiz bo'lsa, ilova bilan bog'liq nima muammolar bo'lsa, aynan shu bo'lim ichidan bo'limga murojaat qilgan holda onlayn yordam olishingiz mumkin. Keyingisi nastroyka bo'limi hisoblanadi. Ya'ni xavfsizlik bilan bog'liq yoki ilova bilan bog'liq hamma nastroykalar aynan shu bo'limdan topasiz.